To'polonchi bolalarga ov e'lon qilgan va uylarning tutun burqisigan mo'ralaridan tushib keladigan shaytoniy ruh Xarqit yoxud Bacha jin afsonasiga yuzlansak. Men Dervish Not va bu eshitgingiz keladigan navbatdagi afsona. Qadim zamonlarda Turkiya va Bolgariyada Xarqitdan juda qo'rqishgan. Uning ismini pichirlab tilga olishgan. Xarqit uylarning tomlarida izg'ib yuradigan va ochiq mo'ralarni izlaydigan yovuz shaytoniy ruhdir. U mo'radan avval eski qopini tushirib, xonadon ichidagi beg'ubor bolalarni o'ziga jalb qiladi. Aytishlaricha, bolalar haddan tashqari sho'xlik qila boshlaganda keksa buvilar va buvalar qo'rqinchli hamda qadimiy sanama she'rni shivirlay boshlaydilar. Xarqit, mo'radan qopingni tushir, bolalarni olib sudrab ket, yoki Xarqit, quloq sol, yig'layotgan va baqirayotgan bolalarni olib ket. Shundan so'ng bolalar olib ketilishdan qo'rqib, gapga quloq solishni boshlagan. Aynan shuning uchun bo'lsa kerak, Markaziy Osiyo, ya'ni Turkistonda bu ruh Bacha jin yoki mo'ra jini nomi bilan ham tanilgan. Xarqit faqat qo'rqitibgina qolmay, balki bolalarni qopdagi shirinliklar va sovg'alar bilan o'ziga jalb etadi. Bu qopga kirgan bolalar issiz yo'qoladi. Qolaversa, turkiy dunyoda Xarqitni biz Qorbobo deb biladigan mehribon Ayos otaning yovuz egizagi deb hisoblashadi. Bolgariya madaniyatida bu yovuz ruh To'rbalan deb ataladi. Anadoluning ayrim hududlarida uni To'rbali deb atashadi va hamon qishki shamolning uvullashi ostida uning nomini bolalarga shivirlab aytishadi. Yanada ko'proq qiziqarli ma'lumotlardan boxabar bo'lish uchun Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.